Assalomu alaykum ustozlar. 2026-yil bahorgi attestatsiyada sanoq sistemalariga oid tushgan testlar yechimini ko'rib o'tamiz. 9lik sanoq sistemasida yozilgan noma'lum son bor. Ushbu son 3lik sanoq sistemasidagi quyidagi sondan 3 marta katta. Noma'lum sonni 9lik sanoq sistemasidagi ko'rinishini toping. Demak, bunda diada jadvalini 3lik va 9lik sanoq sistemalari uchun qo'llaymiz. Ya'ni birinchi 9lik sanoq sistemasidagi sonlarni yozib olamiz. Demak, bu yerda 9lik 0 1 2 3 4 5 6 8. Endi ikkinchi ustunimizga 3lik sanoq sistemasidagi sonlarni 2 xonali qilib yozamiz. Chunki 9 3ning kvadrati. Demak, 3lik 2 ta 0 0 1 0 2. Endi 3ni yozolmaymiz 3likda, shuning uchun 10 11 12 6 ga 20 21 22 ekan. Adashib ketmasligi uchun bo'lib olaylik. Endi bu jadval asosida berilgan sonni 9likka o'tkazib olamiz. Ya'ni 2 xonadan ajratib, orqadan 2 xonadan ajratib, bu yerga bitta 0 qo'yib olsak, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Demak, 3likdagi 0 birimiz 1 ga to'g'ri kelar ekan. 1 bu yerdan yozaylik. 1 ga to'g'ri keladi. 0,2miz 2 ga to'g'ri keladi. Yana 0,2 2 ga to'g'ri keladi. 1 ga to'g'ri keladi. Mana shu sondan bizga 3 marta katta son kerak, ya'ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Ko'paytirilgan 3. Takma-tak ko'paytirsak 3 kara 1 3. 9likda bo'lganligi uchun 9 dan oshib ketmasa bemalol yoza olamiz. 3 kara 2 6. 6. Yana 3 kara 1 3. 9likda. Demak, A javobimiz to'g'ri ekan. Diada jadvalini faqat 2lik va 4likka emas, 3lik va 9lik sanoq sistemalarini bir-biriga o'tishda ham foydalanishimiz mumkin. Buni razryadlab o'tishimiz mumkin edi 3ning darajalari bilan 0-chi, 1-chi deb va hokazo ko'paytirib ochishimiz mumkin edi. Bu yerda katta son bo'lib ketib, hisob-kitobimiz qiyinlashganligi uchun mana shu jadvaldan foydalandik. Sinfda barcha o'quvchilar soni 25 16lik sanoq sistemasida bo'lib, shundan o'g'il bolalar soni 14 16lik sistemada tashkil qiladi. Qiz bolalar soni 10lik sanoq sistemasida aniqlang. Qiz bolalar sonini 10lik sanoq sistemasida. Endi jami o'quvchidan o'g'il bolalarni ayirsak, qiz bolalar soniga teng bo'ladi. Ya'ni 25 16likda. Shundan ayirishimiz kerak. 14 bu ham 16lik sanoq sistemasida.
ayiradigan bo'lsak 5 dan 4 1, 2 dan 1 olsak 1. Bu ham 16 lik sanoq sistemasida bizga natijani 10 lik sanoq sistemasida so'raganligi uchun 11 sonini 16 likdan 10 likka o'tamiz. Buning uchun asosning darajalariga ko'paytirib yo'yib chiqamiz. 0-chi, 1-chi. Ya'ni 1 ko'paygan 16 plusdan 1 ko'paygan ixtiyoriy sonning 0-chi darajasi 1 ga teng. 16 1 17 10 likda. Demak, qiz bolalar soni 17 ta ekan. Davom etamiz. Quyida berilgan turli sanoq sistemalaridagi sonlar yig'indisi eng kichik bo'ladigan ikkitasini toping. Demak, e'tibor beramiz. Bu yerda bizdan eng kichik bo'ladigani, ya'ni ikkita kichigini topishimiz kerak ekan. Endi bularning hammasini bir xil sanoq sistemaga keltirib olamiz. 10 likka o'tib hisoblashimiz qulay bo'ladi. Demak, birinchisi 361. Bu 8 likda ekan. Demak, 0 1 2. Demak, 3 ko'paygan 8 ning kvadrati 64 plus 6 ko'paygan 8 ning birinchi darajasi 8 plusdan 1. Demak, 192 plus 48 bu bilan 49 teng 9 ni bersak 201 241 ekan. Ikkinchi sonimiz F6 16 likda. Buni ham 0 1 indekslasak teng. F'imiz 15 ga teng. 15 ko'paygan 16 plus 6. 15 kere 16 240 246 246 10 likka o'tdi bu ham. Uchinchi sonimiz 3 ta 1 0 1 3 ta 0 ikkilikda. 0 1 2 3 4 5 6 7. 7-chi darajamiz 128 plus 64 plus 32 plus 8 plus qolgani yo'q. Bularni qo'shib chiqsak, qo'shamiz 40 bo'ladi, 104 bo'ladi. 4'ini bersak, bu yoqqa 132 232 ekan. 232. 4-chi sonimiz o'zi 10 likda ekan. 243. Demak, bulardan yig'indisi eng kichik bo'ladigan ikkitasini so'ragan, ya'ni ikkita eng kichigini berishimiz kerak ekan. Bular 1 va 3. Mana bu 41 va 32 ekan. Qolgan ikkalasi katta. Demak, 1 va 3 degan javobimiz to'g'ri. A varianti. Keyingisi ham shunga o'xshash, faqat bunda eng katta bo'ladiganini so'rayapti. Ikkitasining eng katta.
Bularni ham o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz. Birinchisi 1, 2, 3, 4, 5 dan olma. 2, 3, 4, 5 ikkilikda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teng 128 plus 64 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Tak. Qo'shib olamiz endi bo'ladi. 3, 7, 15. 15, 31. 31 mana bu yerda qo'shsak 32, 192. Yana bir yozib 192 plus 31. 3, 223 ekan. 223. Ikkinchisi 212 o'nlik sanoq sistemasida. 212 o'nlikda buni teginmaymiz. Uchinchisi 331 8likda. 331 8likda 0-1 kvadrat. 3 ko'paygan 64 plus 3 ko'paygan 8 plus 1 teng 192 plus 24 bu bilan 25. Qo'shib kelsak 197 217 ekan. To'rtinchi sonimiz SF 16likda 0 1. S 12 ga to'g'ri keladi. 12 ko'paygan 16 plus 15 ko'paygan 1. Tak. 16 kere 12'miz 160, 192. 192 plus 15. 207 ekan. 207. Endi bulardan ikkita eng kattasini tanlab olishimiz kerak. Ikkita eng kattasi 223 va 217 ekan. Bular birinchi va uchinchi. Javob. Kanalimizni kuzatib boring. Qolgan mavzular bo'yicha attestatsiya savollari, yechimlarini berib borishda davom etamiz.